Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz anomaliyani kelib chiqish sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda anomaliyani kelib chiqishiga chaqaloq tug'ilganda ona bolani noto'g'ri ovqatlantirish qanday? Masalan, so'rg'ich ko'p berishi, sun'iy ovqatlantirishi, ko'krak bilan ovqatlantirmaslik. Ikkinchidan, yumshoq to'qimalarda anomaliyalarni bo'lishi. Masalan, yuganchalarni kaltaligi, lab, til yuganchalarini kaltaligi. Uchinchidan, noto'g'ri yutinish hisobiga, masalan, infantil yutilish deyiladi. Til noto'g'ri joylashgan bo'ladi og'iz bo'shlig'ida va noto'g'ri yutiladi. Til kattaroq bo'ladi. Shuni hisobiga ham anomaliya rivojlanishi mumkin. Va to'rtinchidan, bola noto'g'ri nafas olishi, masalan, burundan emas, og'izdan nafas olish, har xil adenoidlar, poliplar shular bolada anomaliyani paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Va oxirgi sabab sut tishlarini, do'mboqchalarni yemirmaslik hisobida ham, masalan, pastki jag'i sut tishlarini, do'mboqchalari yemirilmasa, bolada yuz-jag' norasolliklari yuzaga keladi. Shularni oldini olish uchun albatta ortodon stomatolog qabuliga bolangizni profilaktik ko'rikka albatta olib keling. Biz anomaliyalarni aniqlab, tezda tuzatish choralarini ko'ramiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Yaxshi kayfiyat kun davomida hamroh bo'lsin. Sog' bo'linglar.